Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. Bu Amerika buqalar shoxsi. Vaqt katta. Buqa o'z raqibini xuddi chilpirrak kabi uloqtirib yubormoqda. Buning natijasida sizning qovurg'angiz xuddi stek va muhim a'zoingiz tuxum omleti kabi bo'lib qolishi mumkin. Standart holatlarda buqaning ustida 8 soniya turish kerak, lekin bu bug'atan 2 soniya ham tura olmadi. Attang, buning devorda osilib turishini qarang. Buning vajohati o'ta ham dahshatli. Bu buqa har kuni zalda kashka qilganga o'xshaydi. Mashoyixlar bekorga o'ynashmagan buqa bilan buqa tepar, tuyoq bilan deb bekorga aytmagan. Xo'sh, biz ikkinchi ishtirokchi Daniel Fiyotse va Slober Knocker xo'sh kim bu jangda g'olib chiqadi? Buni sakrashiga qarang. Otdan tushsang ham egardan tushma degan gap shunga bo'lsa kerak, lekin oyog'i ilinib qoldi va buning natijasida yerga anjiri chiqqan holatda tushdi. Chiqishidan oldin bir paqir testosteron ko'tarib yuborgan bu qahramonimiz naq 8 soniya bu vajohatli buqaning ustida tura oldi. Olqishlar. Ko'rib turganingizdek, buning natijasida 2 marota, yo'q 3 marotaba knockdown holatiga tushdi. Agar tagida qolib ketsa naq anjiri chiqib ketgan bo'lardi. Menimcha ham shunday bo'ldi. Xo'sh, qahramonimizga omad tilagan holda keyingi ishtirokchi yuzlanamiz. Bob Michael va Frank o'rtasidagi to'qnashuv keskinlashib ketdi. Buqa xuddi Olimpiya ishtirokchilari kabi yiroq sakramoqda. Buning vajohatiga qarang. Haqiqiy monster. Michaelning ahvoli yaxshi emasligi uning ko'rinishidan bilinib turibdi. Menimcha u ikkita nimadandir ayrilgani aniqqa o'xshaydi. Xo'sh, повтор. Ishtirokchimiz naq 3 soniya 11 sekundgina buqaning ustida tura oldi. Buning mashaqqatini o'zingiz sezib turganingiz aniq. Buning sakrashiga qarang. Naq headshot. Boshing toshdan bosinadigan gap shu videoga aniq tushsa kerak. Buqachaning burni xuddi buloqdek oqmoqda. Azizlar, keyingi ishtirokchi Mr. Casio va Mr. Right Now jang boshlandi. Buqa raqibini xuddi chilpirrak kabi saylantirmoqda. Bularning kallasining chaqishganiga e'tibor berdingizmi? Mr. Casio o'ziga kelib olishi kerak. Bunga naq bir oy ketishi aniq. Buni qarang. Headshot. Ajoyib zarba. Bunday buqadan so'ng odam hech narsa mina olmasa kerak, hatto mashina ham. Buqa xuddi quturgan it kabi sakramoqda. Casio yerga anjiri chiqqan holatda yiqildi. O'zini anglab olishi lozim ko'rinadi. Xo'sh, bizda keyingi ishtirokchi Brady Olson va Hard Rock jang boshlandi. Buning yiqilganiga bir bor e'tibor bering. Buqa naq monsterning o'zginasi. Buning natijasida naq aniq bir joydan ayrildi. Buning yelkasi. Oh my god. Buqa naq testosterondan 2 bank ichib olgan shekilli. Shaxsan men hech qachon hatto $1 million bersa ham buning ustiga chiqmagan bo'lardim. Men uchun hayotim anchagina muhimroq. Va Kurt Mefton va Black Gold xullas ismini qolmadim. Jang boshlandi. Buqa xuddi Ferdinand kabi sakramoqda. 5, 6, 7, 8. Yo'q, 8 emas. Buning orqadan berilgan yakuniy zarba va qayergadir aniq uning shoxi kirib ketdi. Buning beli shekilli. Qanday ajoyib. Mana senga. O'ynashmagin buzoq bilan. Buzoq urar, sizoq bilan. Xo'sh, bizda keyingi ishtirokchi. Buqaning ismi Monkey, ya'ni maymun ekan. Buning sakrashdan bilishingiz mumkin. Akrobat osgan holda o'z muvozanatini saqlab qolmoqda. Raqib ancha chaqqon chiqdi. Xudoning marhamati bilan albatta. Bu yosh bolakay hali yashagisi yo'q menimcha. Buning natijasida qanchadan qancha cowboy, oh my god, shoxinaq ko'zining anjiriga kirib ketgani aniq. Buning vajohati dahshatli. Buqaning orqasidan naq atirning ifori taralmoqda. O'zini Sigma Boy deb hisoblayapti bug'atan. Kulgili emas. Xo'sh, bizda keyingi ishtirokchi Joe Richard shekilli ismi. Xo'sh, buqa katasi 7-kata bosh zarbasi va knockout. Buqaning vajohati hatto 6 soniyaga ham bormadi. Bu brat bo'ldi, menimcha endi buni zambilda ko'tarib olib chiqib ketishlari aniq. Nasiba degan video bo'ldi. Ikkisining ham bosh chaqishdi. Boshining naq
tirtig'i chiqib ketgani aniq. Oh my god. Oh! Shit! Ishtirokchining og'zidan kapasi va buqaning burnidan buloq oqib chiqmoqda. Bu ancha achinarli. Buqa katasi 12 uslub, gorizontal. Bonusiga tuyoq zarbasi. Ajoyib yakun. Ha bu brat, bunday bo'lishiga hatto ishonch komil emas edi. Buni qarang, hatto qovurg'alar ham bir-biriga qopishib ketgan aniq. Gorizontal uslub. Ajoyib tarzda yakun. Ushbu videoni ko'rayotganlarning hech biri bu buqaning yuziga chiqmasligi aniq. Qadrli tomoshabin, siz Gapnamo kanalini tomosha qildingiz. Agar kanalga yangi bo'lsangiz qo'ng'iroq va obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Ayer.